Xo'sh, qilsak ekan. Voy bu yomg'ir ham yog'yapti yo'qmi? Yog'mayo. Kompyuterxona nima ekan? Kompyuterxona nima gaplar? Kompyuterxona bo'sh. Necha kompyuterxonani ishlasangiz kerak. Yapti videolarimda qiyaman kompyuterlar. Notebookda bir dona. Joyi g'aroyib. Nima qilsak ekan? Voy, qornim ochib qoldi. Nima bor? Sho'rlik qo'ygan bitta. Yetgancha bo'yicha sizlar narsalar ishdan chiqibdi hozir. Hello do'stlar, sizlar bilan Azmara Minecraft. Valloh, bunacha yaxshimisizlar, tuzmisizlar? Bugungi videomizda nima qilsak ekan bilmayman. Shu videoni yoqdingda, nima qilib bilmaydim, zerikib o'tirdim. Nimadir qilib sizlar bilan birga gaplashib videoni yoqib qo'ydim. Voy. Nima qilsak ekan, mana video oladigan joyim bilsangiz kerak. Bunaqa yashillar yashin deb turgan shunaqa joylar bu. Kompyuter notebookda o'yinlarim materiallar qilishim mumkin, o'yin o'ynashim mumkin, kompyuterda shuni videolar olib boshqa qilib. Voh, qornim ochib qolibdi. Mana ovqat yemasam bo'lmaydi. Nima bor ovqatlardan bitta nima bor? Oshxonaga chiqib ko'rishni olib chiqaram desangiz kerak. Vah, tanavali. Qornlarim ochib ketdi. Pishmagan go'sht ekan. Xom go'sht yeyolmaydi, shuni pishirib qo'yamiz. Bo'pti, kartoshka yemasa. Kecha o'tirib olaylik. Nechalar keyin kommentarga yozib qoldiringlar. Qanaqa videolar olay? Keyin nima qilsam bo'ladi? Sizlar yozib qoldiringlar, bunachalar kompyuter esa borda video chiqaradi shu vaqtda video chiqaradim, yuklash qilib. Shu nima deydi? Bunaqa chiqarib Play Marketdan yozsam, obunachi chiqmayapti. Shu nima sababdan shunaqa bo'ldi deb o'ylaysizlar? Bu ham xudmasan Pojal launcherda chiqmay turadi, o'rniga Mojang launcher chiqardi-yu. Shunday bo'lib ham o'rniga boshqa narsa chiqdimi ekan? Lekin Pojal launcher yozsa, yo'q, Pojal launcher yo'q ketgani uchun Mojang launcher chiqib turadi. Hozir hech narsa chiqmayapti-da. Boshqa videolar, vafshim boshqa dunyodagi videolar chiqadi, boshqa narsa. Bunachilar yo'q, necha telefon qoldi-yu. Alo, kimdir berar ekan. Alo, janoblar. Ha, nima gap? Azmaro. Bir Olimpiya ketanasan, senga ish bor edi. Hozir janoblar, olisga ketyapman. Qo'yib turay telefonda. Ay, obunachilar. Janoblar biz ish mumkinmi, janoblar? Azmaro, menga o'rmondan daraxt olib kelib bera olasanmi? Janoblar, qancha va qanaqasidan bo'lsin? Boydaroq, faqat 10 ta bo'lsa. Bo'pti janoblar, olib kelib beraman. Tezroq yaxshi qoling. Hech kim o'tirmadim zerikib. Endi meni ish berib qo'yishdi. Kompyuter xonamda ham yaxshi emas. Qayerda edi nimalarim? Omborxona bor edi, bu yerda sizlardim. Mana daraxt. To'xtab turinglar. Bunacha endi men aytgandek turgandek bo'ldi. Agrotlarga ham qarab qo'yishim kerak, mana agrotim o'sib qolibdi. Keyin safar qarab qo'yaman, birinchi katta daraxtlar bo'lmaydi-ki. Shu nimaki? Nechalar bunaqa ro'ja qishloqchini topmasligimiz kerak. Desangiz kerak, axir qishloqchida daraxt chopsin bo'lishni. Yomon jala quyapti. Yomon quyapti. O'zimizni seviye daraxtlardan chopamiz yaxshi.
Aşağıda yo'qoldi menga. Jarab men ishi dishoda 10 ta dishon, endi 5 ta bo'ldi qanday. Bu katta ekan bo'lmaydi. Mana bu bo'laveradi. Bak bo'ldi. Men to'qqiz bo'ldi. 10 ta bo'lsa qayta olaman endi hozir. 10 ta katta. Ama bo'lsa, to'xtatib o'rnimdan nima yo'qdi. O'rnimdan o'chib kelaman. 10 tasi Janob Mer uchun, qolgan 3 tasi esa neydi? O'tirlar ko'rib ekan. O kecham tushyapti bor. Hozir Janob Mer uchun halol bor. Mumkin mana. Yoki bu qoldi. Itiga beraman. Nega etib qo'yaman nega? Tezroq yo'qash ketadi. Давай, tezroq kirib. Voh, yomg'irdan qotdi. Bo'lmasam jamga olib qo'yaman. Mayda bu o'tib qo'yaman. Oltamga qo'shga kecha sadece o'qdim. Kecha o'qibdancha. O'zim nima ketib qo'y. Hali qizchi. Mana. Mer uzr, daraxtingizni chopib keldim, o'sha o'nta daraxtingizni. Lekin shu yomg'ir yog'ib kecha qoldi. Shu uchun beramayman, ertaga beraman bo'ladimi? Buni beradi, ertaga qolmasa faqat. Menga juda kerak edi-da. Xo'p bo'ladi, Janob Mer, ertaga aniq beraman. Voy, yo'q. Kecha qolsa yo'q qo'shga emal bitta qolib turasizlar. Kompyuter xonasiga o'tib turasizlar. O'sha qo'shga mana o'qiyman-ku. Yo'q. Bo'ldi, erta bo'ldi, tezroq menga va'da qilgandek. Va'da qilgandek o'sha 10 talarni berishimga faqat o'zimda 3 tani qolib qo'yib ularni. Давай. Hozir bo'yicha 1 minut. Bo'lmasam voy. Yo. Achilar. Voy. Ko'zim yo'lat ko'radi, uni to'g'ri deraxt. Voy, qishloq. Nima qilyapsan? To'g'ri. Qishloqlarga ish. Ojoqqa tushib kelay. Janob Mer. Ishi bekitib qo'y. Chiqib Janob Mer, mana aytganingizdek 10 ta unaqa daraxtdan olib keldim. Endi nima qilay? Biradagi sadom bor-ku. O'shanga solib qo'yaver. Xo'p, bo'ladi Janob Mer. Yo'q, bo'lsa pechkadan chasab qo'yaver. Aytda sazovotlar bor ekan. Xo'p, bo'pti. Bo'ldi Janob Mer, ketaverayman. Men ketaverasiz, rahmat senga. Mana azmara bu senga. Kerak emas edi, lekin bu yerda bir sta ko'proq qiladi. Mayli azmara olaver. Sen yaxshi ishlayapsan. Shuning uchun oyligini ham oshirishga qilaman. Janob Mer, rahmat sizga kattakon. Janob Mer, xayr. Yo'q. Lekin Janob Mer juda ham saxiy bo'lib ketibdilarmi nima? Jindi 10 tagina dar chopib berganimga 10 ta ham ko'p emas. Shunga bir stak Zimrod berdilar. Bu juda ham katta pul-ku axir. Janob Mer juda ham saxiy bo'lib ketibdilar. Jindi ish qilganimga katta pul berdilar.
mayli uni sandiqqa solib qo'yamiz. Bitta pul to'lish xavfli. Siz faqat sizlarga bitta narsa ko'rsataman, uni faqat hech kimga aytib qo'ymangizlar, xo'pmi? Mana hozir. Mana bo'ldi ochilma bilan mana. Şey ko'ryapsizlarmi mana? Bitta pul tutadigan joyda ham bor. O'zimga pul kerak emas mana. Mana sandiqcha bor, kichkina. Uni ko'ryapsizlarmi? Mana bunachilar. Ko'ryapsizlarmi? Mana yerda sandiqcha bor. Ko'ryapsizlarmi? Mana yerda bunacha sandiqcha bor. Ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsizlarmi hozir? O'rnidan bu yerda bunacha ko'rsangiz. Qancha borda sandig'i. Sandig'imga solib qo'ydim. O'zimga 500 so'm yetadi. Endi o'zim telefon solib qo'yaman. Juda nima qilsak ekan? Keling bo'lmasam, yo'q. Nima qilsak ekan? Keling bo'lsam kompyuter o'ynaymiz. Uy. Yo'q. Men kompyuterni bitta monitorni sindirib qo'ydim-ku. Ana endi nima qilaman? Bu monitorni sindirib umuman ishlashni yo'q. Boshqa bo'lsam men topib kelaman. Shu monitor kelaman. Kechadan turaman. Obunachi videoni ochib turaman. Qo'llab obunachi mana yangi monitor olib keldim. Ajoyib monitor. Bu monitor katta qilyapti. Buni ustiga qo'yish kerak. Menimcha shu monitorim bo'lishi kerak. Mana tik. Voy. Vah, kesik. Mana kanalga desa Minecraft soladi. Tik. Monitor bosgan turib Minecraft bosamiz obunachi. Minecraftni bosamiz. Bir soatdan keyin tik obunachilar bo'ldi. Tugadi o'yinimiz. Ikkita bordi. Padejimizga bir chiqib ketdi. Padejimiz bor bizmi? Qilsak ekan. Cho'chlar ko'ryapman, sigir ko'ryapman. Voy, endi qo'ng'iroq bo'ladimi? O'zini qayerdan ekan? Haydar bir mayap. Qishlog'imizda yangi uy qurildi. O'sha uylardan birini jihozlab bera olasanmi? Nima dedingiz, janobim? Boshqatdan qaytara olasizmi? Qishlog'imizda yangi uylar qurilgan. O'sha yangi uylar bor. Shularga mebel qo'yib bera olasanmi? Odam kelmoqchi. Obla janoblar, yaxshi, rahmat. Rahmat deyman. Boryapman. Hozir. Keldim. Nima dedi? Qanday quraman bloklar? Yo'qmi? Buyurma berib qo'yaman, keyin bo'lishi kerak edi. Borga qarab kelchi, kelgandir balki. Xo'p, bo'ladi. Lekin bugun ishim ko'p bo'ldi-da. Biz hozircha qayerga keladi ko'proq? Bizda en sentrda emas, hudud oldi. Chunki mer yurishdi-da. Qani, qayerga kelgan bo'lishi mumkin? Xo'sh, qayerga kelgan bo'lishi mumkin? Mana o'sha shekilli. Rostana. 3 ta monitor, klaviatura, mishka, kompyuter, stullar. To'xtang bu yerda. Mebel bo'lishi kerak emasmidi?
qani janoblar axir bu yerda men bo'lish kerakmi? Bu yerda so'z kompyuter joy narsalar bu. Uzr adashman, kompyuter yo'qotish kerak edi. Chunki kelayotgan odam ne bor ekan? Va uni ham senga o'xshab yutaverishga qiziqar ekan. Hop, bo'pti, qachiydan o'tdingmi? Ha, o'sha bir. Yaxshi qoling. Bu yerga qaysi katta minora sifatimi yoki qaysi katta minorami yoki so'ni qo'shnim yonida iborat boshqa joydami? Yoningdagi katta iborat seni qo'shni bo'lar ekan, o'sha yer ekan. O, tushunarli bo'lib janoblar, yaxshi. Kim kelayotgan bo'lsa ham tanishib olsam yaxshi bo'lardi. Men mana shu ishga xo'sh. Kimni mana kompyuterga ustoz qayerga qo'ysak bo'lar ekan yo. Mana ustolar o'rniga qo'ysak-chi. Yoki mana bu yerga ishga kirishga yoki jindek. Hop, qayerga qo'ysak ekan? Buningami? Men ko'rganda bo'ldim hozir. Tushunmadim. Qiziq. To'xtang, ikkinchi. Men bularni qilaman desa ham tabda menga yuqori instrumentlar kerak bo'ladi. Instrumentlar janobga bermadimi? Demak, o'zimdan olishim kerak. Shunday. Bu kerak bo'ladi. Bu menimcha shu. Kerak bo'lsa kerak. Endi bu ham kerak bo'ladimi? Hali yo'qmi? Bilmadim, yo'qda shart. Kirkam yo'qmi? Voy, qayerga hoppa. Qayerga qo'ysak bo'lar ekan? Qisib ketyapman. Menga qo'ysam ekan? Yo'q. Telefon kerak bo'lyapti, chali. Menga qo'ysam sig'maydi-da, yo'q. Mana bunday qilib qo'yish kerak ekan. Bunday va albatta bunday qilib. Şimdi dekoratsiyasi g'alati bo'lib qolar ekan-da. Yoki kirishga qo'yish kerak ekan. Yo'q. Balkim shundaydir. Yo'q. Agar shunday qo'ysam, do'ltus qo'ymaydimi deyman-da. Keyin kompyuter kompyuter qo'ysam yo'ltus qo'ymaydimi? Qo'ysam yo'ltus qo'ymaydimi? Mana uchta ishga qo'yib qolamiz. Menimcha normal turadi. Bu yerga birinchidan monitorlar qo'yib chiqamiz. Ikkinchidan esa bu yerga bitta mishka qo'yish kerak. Uchinchidan bunaqasi zo'r chotga turar ekan deb boru. Mana endi buni asta-sekin bilan mana bu yerga qo'yishimiz kerak-da. Normal bo'ldi. Tikkilata o'ynaveradi. Menimcha normal edi o'ynaman. Sal oynaga to'sib qo'yarkan-ku. Oyna nima daxli bor-e? Jeb turdi-ku. Короче, menimcha bo'ldi. O'sha keladigan mehmonlarni kutib olaman. Sizlar bilan esa xayr qilaman.
Bo'pti do'stlar, obunachilar, sizlar bilan qisqa vaqt ichida Minecraft bo'ldim obunachilar. Bugun videomizda shu yangi keladigan nima deydi, hobbi seni xuddi qiziqishi va kelajakda mendek YouTuber bo'lmoqchi ekan. Ammo faqat mendek emas, umuman YouTuber bo'lmoqchi ekan. Obunachilar, shuning uchun biz kompyuter shunaqa xonalar qilib berdik. O'z qolgan joylar mebel ham tayyor ekan. Shu kompyuterlar nima deydi, sadaqalar o'qadim. Boshqa videomizda shu voqealar bo'ldi. Keyingi videogacha ko'rishguncha deb qolaman. Xayr va sog' salomat bo'ling. Kelgusi videolar qanday bo'lishi haqida yozib qoling kommentariyga. Xayr.